Assalomu alaykum. Kecha bergan savolimga javob berib ketmoqchiman. Aynan kechagi savol quyidagicha bo'lgandi. Korxonaning yengil avtotransport vositasi bor. Yengil avtotransport vositasiga yoqilg'i quyilsa, misol uchun dizel, benzin, gaz farqi yo'q. Quyiladigan bo'lsa, unga to'langan endi hisobga olinadimi? Korxona kelgusida elektromobil xarid qilmoqchi. Endi shu elektromobil xarid qilgandagi to'klaga to'lagan pulni endi esa hisobga olinadimi yoki yo'qmi? Endi bu narsaga birinchi bo'lib kayfiyat tushirish masalasida tushuntirib o'taman. Soliq kodeksini 267-moddasini 7-qismini 2-xat boshiga asosan yengil avtomobillar deb yozilgan o'tda aynan yengil avtomobillar, mototsikllar deb keltirilgan, ularga to'langan qo'shilgan qiymat solig'i hisobga olinmaydi. Uni avtomat tarzda hisobdan chiqarish kerak. Bu qanaqa bo'ladi? Birinchi narsa, bo'ladigan narsasi, misol uchun sizga shot faktura taqdim qildi, mashina sotayotgan korxona, siz uni may 3 soliqga kirib, endi esini chiqarib tashlashingiz kerak degan masala ko'tariladi. Lekin Soliq kodeksini 266-moddasiga asosan korxona ehtiyoji uchun xarid qilingan asosiy vosita deyilgan. Avtotransport vositasi to'g'ridan-to'g'ri asosiy vosita turkumiga kiradi. Endi u nima maqsadda? Agar korxonani faoliyatiga daxldor avtotransport vositasi bo'ladigan bo'lsa, u holatda bemalol endi esa zachotga olsa bo'ladi. Yoqilg'ini ham, gazini ham, unga ketadigan svet, gaz, benzin, dizel farqi yo'q. Agar korxona o'ziga yengil avtomashina sotib olib, u xolasiga davenniz bo'yicha ammasiga yoki rahbar uyiga borib kelishi bo'yicha yoki qaysidir xodimni shaxsiy ishlatish uchun olingan bo'lsa, unda 267-modda qo'llaniladi. Endi shaxsiy emasligini korxona o'zini hisob siyosatida e'tirof etadi. Xo'p, bunda nima bo'lish kerak? Agar korxona borib keladigan hamma aynan korxonani faoliyati bilan shug'ullanadigan avtotransport vositasi bo'lsa, 266-modda qo'llanadi. Unda birinchi o'chirda korxonani ichki davennisi, ya'ni ishonchnoma berish kerak. Misol uchun shu xodim bunga aynan ishonchnoma bilan haydaydi degan. Ikkinchi masala, putevoy list nechida chiqib ketdi, korxonadan nechida kirdi, necha kilometr bilan chiqib ketdi. Ana undan keyin korxonani texnikasi, texnik ko'riklari korxonani ichida amalga oshirish kerak va u korxona garajda turishi kerak. Demak, agar shu narsalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol yoqilg'ilarni ham, svetni ham hisobga olsanglar bo'ladi. Savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yozinglar.